Endi Business Design reklama markazining barcha ijtimoiy tarmoqlarida tashqi reklamaga oid videolardan tashqari namanganlik biznesmenlar, hunarmandlar, ishlab chiqarish sohasi vakillari, xullas xalqimiz uchun xizmat qilib kelayotgan barcha brend egalari haqida eksklyuziv videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Hoziroq podpiskani bosib qo'ying qadrdon. Ilk eksklyuziv videomizni Reflex Farm dorixonalar tarmog'i menejeri Muhammad Said akadan boshlaymiz. Assalomu alaykum Muhammad Said aka. Dorixona sohasida necha yildan beri faoliyat yuritasiz? Alaykum assalom. Biz dorixona sohasida 10 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqdamiz. 10 yil faoliyatingiz davomida eng ko'p uchragan 3 ta qiyinchiliklarni sanab bera olasizmi? Barcha sohalarda bo'lgani kabi raqobat mavjud va sifatli dorini keng assortimentda mijozga yetkazib berish ham biroz qiyinchilik tug'diradi va eng asosiysi malakali, ishonchli kadr masalasi, xodimlar masalasi. Bir emas, 4 ta filialni yangi filialingizni ishga tushirish arafasida turibsiz. Aytingchi, mijozlarga qanaqa yangiliklar taqdim qilish rejangizda bor? Xo'p, xudo xohlasa telefon orqali buyurtma berish, yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'ymoqchiman. Keyin kirgan mijozga bepul konsultat burchagini tashkil qilamiz va arzon narx, sifatli mahsulot, keng assortiment qilish niyatidamiz. Xudo xohlasa xalqimiz uchun shu xizmat juda ham yaxshi. Qadrdonlar, Reflex Farmning yangi qulayliklari sizga qiziq bo'lsa, tashrif buyuring. Albatta tashrif buyurganingizda mana bu объемный bukvaga bitta like bosib ketasiz.